Aka, yillar ham oxirlab qoldi. Yilning oxiriga bir bonuslar qilish kerak. Vashi zo'r bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdulloh, yana kecha qoldingizmi? Yo'llab probka ekan, kech qolib ketdim. Har safar bir xil bahona. Uka, sizga bitta savol beramiz. Savolim shundan iboratki, inson onasini qornida ham, tug'ilgandan keyin ham, tobutda ham, qabrda ham shu ishni qiladi. Nima javobi? Agar javobini topsangiz Abdulloh, bir oylik oyligingizni men o'zim yonimdan beraman sizga. Bir oy dam ham olasiz-ku. Topolmadim, ishni qilganim yaxshi bundan ko'ra. Bu savol faqat Abdullohga emas, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz hammalariga tegishli. Bizni tanishlarimizdan tashqari, bizni tanishlarimiz bu javobni bilishadi. Kimda kim javobini shungacha ham topsa, prizimiz bor. Agar kimda kim topolmasa, 10 mingta bo'lganimizdan keyin postga qo'yib joylaymiz. Nima deysiz? Ha, albatta. Bu murojaatli savolimiz butun o'zbekistonliklarga. Agar buni javobini kommentariyada yozib qoldirsalaring, biz sizlarga chiroyli sovg'amiz bor.